Dostlar, keşlikinler hayırlıyık bolsun. Bugün biz birlikte balalar çiçeklerini anlamdık. Ondaqda, omaklarımның qılıqı davamlıq məndə bolsun, ha? Balalar çeçki, tülkінің lopa ayniki. Yolvaz ağırıp qaptı. Tülke onun ornida hayvanatlar padişahlıqıga xalliq huquqini yürgüzüptü. Tülkінің şundaq bir iştiyaqı var bulup, o qaçan bolmusun bir lopa aynakning boyniga esib aldigan. Hayvanatlar padişahlıqının puhralari onun nimeligini bilmey, hamisha tülkінің aldı arqısida öz pərəslərini o'tirg'a qo'yib, bas munozira qilishadigan. Xo'ras: "Meningcha u bir marjon, uni esib olsa u davlatman ko'rinadi", desa oq toshqon: "Meningcha u bir medal, u uni o'z sharpini ko'z-ko'z qilish uchun esib olgan bo'lishi mumkin", deydigan. Bir kuni tulka yanala bo'yniga lopa aynikining asqan beti ko'zdan kechirgili taqdan tushibdi. Hayvanatlar padişahlıqının puhralari uning bo'yniga esib olgan narsasining zodi nima ekanligini biladigan fursat keldi deb turganda tulka oq toshqonni oldiga chaqiribdi. U lopa aynik bilan oq toshqonning uchisiga bir hazo tafsili qaragandan keyin: "Men seni ong'oq deb yursam, sening uchongda bir necha tal boshqa rangni ko'tikib olgan. Unda bo'lganda oq toshqon sening quruqatqon bo'lib qolmamdi. Nimish ularni yulib etmaysan? Darhol berib yulib etib, tekshirishnoma yezib kel. Mana", debdi. Oq toshqon sababsiz bir muncha ayiblanib, ondan u bo'yniga esib olgan narsaning boshqalardan qusur izlashga ishlatilgan lopa aynak ekanligini uqib olibdi. Oq toshqon duchor bo'lgan baxtsizlikdan keyin hayvonotlarning hammasi tulkidan yiqadigan bo'pti. Bir kuni o'rdak chujasi yiroqdan kelayotgan tulkini ko'rib, "Tikivitay" deb tursa, tulka: "To'xta, bu yoqqa kel", deb varqirabdi. O'rdak chujasi irg'anlig'icha ixtiyorsiz uning oldiga keldi. Tulka lopa aynak bilan o'rdak chujasiga bir qur qarab etib, ondan uningga: "Seni nimishqa irg'anlab mangdikin desam, aslida bakmi samirib ketibdikansan emasmi? Bundan keyin ko'p ishing mani qilinadi. Qaytib berib, darhol bir parcha tekshirishnoma yezib kel. Mana", debdi. Bekordan bekor dashnam yegan o'rdak chujasimi qo'rsoq ko'pigini ichiga yutib, uningdan arang qutulibdi. Ko'z oldida yuz bergan nohaqchiliklardan g'azablangan maymun tulkini tepib: "Muvaqqat podshoh oliylari, nemishqa muborak lo'pa aynaklar bilan boshqalog'iga qarab, o'zlariga qarab boqmaylar? Ajabo, o'zlarida qilcha kamchilik yo'qmidi? Ang yaxshisi, yuraklari o'rnidan yo'tkilib ketdimi yo'q, lo'pa aynaklari bilan o'zlariga obdaroq qarab boqsalar", debdi. Buni anglab tulka chichanshib ketibdi. "Sen texi muvaqqat podshohga gap yondirgudek bo'ldingmi? Men sana har kuni lo'pa aynak bilan 100 qaytimlab qarayman. 100 qaytimlab." Maymun onun gaplarini pisantiga olmay, bo'ynidagi lo'pa aynikini tortib elib, yerga urib, parcha-parcha qilib tashlab, bir sakrabli cho'ng bir daraxtga chiqib olibdi. Açıqdan daraxtni davr qilib cho'rgilaverishdan boshqa amali bo'lmagan tulka yerdagi lo'pa aynakning sunuqlarini terib elib, daraxtdagi maymunni ko'rsatib turib: "Xap to'xtab tur, adibingni bir bermisam", degunicha daraxt tubidan ayrilibdi. Tulkining osal bo'lgan holini yiroqdan ko'rgan oq toshqon, o'rdak chujasi va xo'rozlar xo'shliqida usul o'ynab tantan qilishibdi. Omaxlarim, adolatsiz podshoh tulkining adibini maymun hajab beribdi, ha? Uni hajab joyida poplabdi.
Sizlar bu çöçekdən niməni his qıldыңlar? Bu çöçekdən alğan ozuqlarni Undidarda men bilan o'rtoqlashishni unutib qolmanglar, ha? Kech bo'lib ketibdi. Amis bugun baldir uxlanglar. Atmush vaqtda sizlarni dillarlar Undidar salonida saqlayman, ha? Tatliq tush ko'ringlar. Xayr xo'sh.